Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov YouTube kanali. Bugungi videoda biz Nuno Mendeshni sotib olamiz va uni qo'ldan kelgancha ideal holatda kuchaytirib ko'ramiz. Xo'p, biz Nuno Mendeshni full qilgan holatimiz. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, videolarim sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang albatta jigarlar. Xo'p, Nuno Mendeshni mana chap qanot himoyaga qo'yib oldik. O'tgan mavsumda Paris Saint-Germain Chempionlar Ligasini yutdi va Nuno Mendesh Yamalni, Salahni, Sakaga ko'plab o'ng qanot hujumchilariga o'yin bermadi va darajasi ko'rib turganingizdek 84 darajagacha erishdi Nuno Mendeshning. Tezliklari o'ta kuchli, chidamliligi normalniy, setara darajasi juda past ekan, lekin tackling, kontrol, pas, udarlari juda yaxshi. Udar 62, lekin shu ham normal holat desa bo'ladi. Va hozircha biz faqat fitness bosamiz va tepadan 300 chiqarib olib, keyin texnika kuchaytirishlar bosishni ko'rib chiqamiz. Nuno Mendeshda ko'p youtuberlarda ko'rdim, Nuno Mendeshni full qildi, masalan, Ismoilov full qildi va boshqa davlatlik ko'plab youtuberlar full qildi va ular ham shunday 100 tepadan chiqarib, keyin texnika kuchaytirishlar bosgan. Men ham xuddi shunday qilishni ko'raman, chunki shunday qilmoqchiman, chunki setar darajasidan 400 chiqargandan so'ng texnika kuchaytirishlar deyarli juda ham kam ortib qoladi va uncha yaxshi bo'lmaydi. Setar darajasi qanot himoyachisiga uncha muhim emas. Bosh bilan o'yin degan ma'noda setari. Xo'p, futbolchilarda tezlanish har qanday futbolchida balandroq bo'lgani yaxshi. Xoh u yarim himoyachi bo'lsin, xoh hujumchi, xoh markaziy himoyachi, qanot himoyachi, qanot yarim himoyachi, hammasida tezlanish muhim rol egallaydi. Va bizda hozircha tezlanish 100 chiqarib oldik. Setara 80, stamina 88 bo'lib ketdi Nuno Mendeshda. Va 90 bo'ldi break horse natijasida va bu menimcha birinchi break horse adashmayotgan bo'lsam. 91 ga 81, 92 bo'ldi. 93 stamina, 94 stamina setaraga tushmoqda. 95, 96 bo'lmoqda stamina darajasi, ya'ni chidamliligi. 96 ga 84, 85, 86 ga 96, 97 bo'lmoqda stamina, 98 stamina, 99, 87 bo'lib ketdi setara darajasi, ya'ni topni olib qo'yishi va 300 chiqarib oldik. Setara darajasi 87 va endi texnika kuchaytirishlar bosamiz. Kuchayishiga qarab keyin 90 qilib qo'yishimiz ham mumkin setarani. Bizga tacklingga biroz ko'proq kuchaytirishlar qo'shsa yaxshi bo'lardi. Zarbasiga ham qo'shsa yaxshi bo'ladi. Zarbasi ham muhim, chap qanot yarim himoyada o'ynatadigan bo'lsak, hujumga ko'proq qo'shiladi. Xuddi mana shunday 3-4-2-1 sxemasida o'ynasak, shu sababli Nuno Mendeshning udarlari ham hech bo'lmaganda 65-70 lar bo'lib qolishi kerak. Hop, tackling 87 bo'lmoqda. Pas 83 va tackling 89. 90 bo'ldi tackling, bu yaxshi kuchaymoqda. 91, 92 bo'lib ketdi, ketma-ket tacklingga kuchaytirishlar, yana 93 va endi pasga tushmoqda. Kontrol 85, kontrol 86 bo'lib ketdi va zarbasi 64, 65 zarba darajasi. Nuno Mendeshni hali +11 darajada kuchaytirganini ko'rganim yo'q. Va jigarlar, shu vaziyatda mana tepadan 400 chiqarib qo'yamiz. To'g'rirog'i, bitta 90, setarasini 90 qilib qo'yamiz. Sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman. YouTube kanalimda yangi yilgacha 1000 ta bo'ladigan bo'lsam, 1-yanvar sanasigacha birdaniga shu akkauntni Telegram kanalimda aksiya qilib tekinga berib yuboraman. Xo'p, kuchaytirishga o'tib olamiz. Tackling darajasi 94, pas 86, kontrol 87. Nuno Mendeshda 87 ga 87 to'g'rirog'i va pas darajasi 88 bo'lmoqda. Zarbasi 67, 87
87 kontrol va so'nggi kuchaytirishimiz ham zarbasiga tushmoqda. 67 zarbasi bo'ldi. Menimcha Nuno Mendeshni ideal holatda kuchaytira oldik. Albatta, ideal holatda kuchaytirgan bo'lsak, videoga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.